shuncha vaqt indamadim. O'tgan sezon reyting ko'tarib top 1 ga harakat qilganimda ko'plar Ruinga men David qilishga o'ynadi. Eslaringda bor. Shuning uchun bu sezon top 1 da turishim uchun bayroqni ham nikni ham qo'ymadim va top 1 ga harakat qildim. O'zim uchun shuni bildim. Ko'plar ketganimni bayram qilishdi. Lekin meni o'zimning auditoriyam, o'zimning oilam, o'zimning komandam bor. Hozirda Ultimate Royal'da top 1 damiz. Umringda bir marta otib qo'yib video qo'y. O'zi 2 barmoqlik joystick o'yinsizlar. Ultimate Royal'da umring davomida 5 kilo ishlamaysan. Men sizlarga yana aytaman. Sen orzu qilasan, mendaqa masalan top 1 da turish, O'zbekiston bayrog'ini qo'yish. Senlarga faqat hate, meniki osilish. Meni o'zimni hurmat qilib podдержка qiladigan oilam bor. Bu sizlar. Haterlarga yana bitta gapim bor. Sizlarga orzu top 1 da turish. Men yana aytaman. Qo'lingdan kelsa qilib qo'y. Qo'lingdan kelmadimi? Podдержка qil.